Hurmatli fuqarolar, hurmatli tegishli tashkilot rahbarlari, mutasaddi rahbarlar. Qonuniy bir ariq ochilish kerakmi? Ochib bersin. Yakim tanning arig'i. Nega vatkoz raskotini ko'tarmasa, men ko'taraman raskotini. O'sha tashkilot qilib bera olmasa, men o'zim yonimdan qilaman deyapsiz. Menga ruxsatini bersin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Shunaqa fuqarolar borligini bilasizmi? Siz murojaatingizda ushbu kanaldan to'g'ri damba bor deyapsiz. 2,5 metr oraliq bor. Mana nima aytdan ko'rsa, hech qanday muammo yo'q. Bunda hamma hujjatlar bor. Har bitta hujjatlarni ko'rsatib video jarayonga chiqaramiz, hurmatli mutasaddi rahbarlar. Mana ko'rib turganingizdek, Oltiariq tumani yuk solish MFI mutaxassis xodimlar ko'rganda vijdonan tegishli mutasaddi rahbarlar 2-3 ta fuqaroni o'rtasidagi nizoli holatda o'z vaqtida shaffoflik bilan bartaraf qilsa, o'sha organ xodimlariga yoki organdagi rahbarlarga muammo bo'lmaydi. Hozir mahalla nima deb iddao qilyapti? Mana bu odamlarni to'plab, yolg'on yashil gaplarni gapirib, taxminan nechta fuqarolarni to'plab sizga qarshi ko'rsatyapti? Mana yuqorida o'zingiz ko'rdingiz, nariga yaqin 4 metr chuqurlikda. Ona bir 4 metrlik chuqurlikda. Mana kanalning chuqurligi qancha? Nimaga kanal xavfli bo'lmaydi-yu, bet xavfli bo'ladi? 4 ta fuqaro, 3 ta fuqaro o'ng qo'ldan, chap qo'ldan, bitta fuqaro. Prokurorga murojaat qildim. Dadajonov Ashurali Abdullayevichdan murojaat kelib tushgan. Murojaati mana prokuraturaga ham yozyapti. Farg'ona viloyat prokurori Ismoil Baxtiyor Ahmadjonovichga murojaat yo'llayapti. Murojaati hali hanuz yechilgani yo'q. Bu bilasizlarmi, O'zbekistondagi fuqarolar nima uchun qiynaladi? O'sha tegishli mutaxassislar yaxshi ishlanmaganligi uchun, ish bilmagani uchun, tegishli me'yoriy hujjatlarni yaxshi tushunmagani uchun fuqarolar qiynalishadi. Ariq ko'lanishga qarshilik ko'rsatyapti turgan, aralashishga haqqi yo'q bo'lgan fuqarolar aralashyaptimi? Buni qonuniy tartibda nazoratga olib ko'rib chiqishlaringni so'rab qolamiz. O'zaro til biriktirgan deb o'ylayapsizmi? Til biriktirgan-da. Ha, shunaqa shubhalarga bor. Mana hozir prokurorga yozgan arizamga yuragim degan odamni hovlisidan ariq o'tgan deb yozdi. Javob xati kelibdi. Yuragim degan odam bu yerda yashamaydi. Devor urilgan joy, mana ekranda ham qo'yib ketaman. Ana shu joydan chiqadi suv. Ushbu suv a? Shundan borgan suv, hozir agarni qo'lim narsa ko'rsataman. Men hozir 1952-yilda tug'ilganman. 74 ga o'tdim-da. 74 yoshga kirdingiz. 74 yoshida necha oydan beri murojaat qilyapsiz tegishli tashkilotlarga? Tegishli tashkilotlarga murojaat qilganimga 4 oy bo'ldi. Ichki ishlardan qaysi uchastkoga kelishdi? Sardor deganmi? O aholini ichiga kirib ketgan dovozani deydi. Katta ariq mana xonadonni o'tib ketgan. Bu ariqdan suv ochib borgani qayerda o'taman men? Nechta xonadon bor bu yerda? Bu 4 ta xo'jalik bor. Bu yerdan ariq o'tibdi. Buni boshqani, oxiri qani buni? Yo'q, oxiri. Qayerlarga murojaat qildi Sherali tog'a? Bu yerda eskidan damba bo'lgan. Hurmatli rahbarlar, bilasizlarmi, O'zbekistonda juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek fuqarolari, qolaversa O'zbekiston Respublikasi fuqarolari norozi bo'lib chiqadi. Bu noroziliklarga bir narsa ta'sir ko'rsatadi. Aynan o'sha tegishli murojaatni o'rganish davomidagi mutaxassislar, tegishli tashkilot rahbarlari ayrim fuqarolar bilan tanish-bilishchilik qilib, qonuniy yo'llagan murojaatchini murojaatlariga panja ortidan qarab, qo'shtirnoq ichidagi shaxslar murojaatchini ustidan kulgan holatda murojaatini yengil, yuzaki o'rganadidan negizga bormasdan javob yo'llaydi. Buning natijasida murojaat qilgan odam aynan o'sha shaxsdan emas, davlat boshqaruvchi organ xodimlaridan, rahbarlardan, muhtaram prezidentimizdan aziyat chekmoqda sifatida video murojaatlar tarqatishadi. Bunga negiziga albatta birinchi navbatda o'sha eng quyuq palatadagi shaxslar javobgar hisoblanadi. Xalq parvar. Xalq ovozi 24.